Respublika ishchi guruhi Navoiy viloyatida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Hozir shu haqda. Aytib o'tish joiz, bugungi kunda Navoiy viloyatida 35 mingdan ortiq davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik subyektlari mavjud. Ulardan 75 tasi xorijiy, 100 dan ortiq qo'shma korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Navoiy sanoat hududi sifatida respublikada e'tirof etilishi bejizga emas albatta. Bu yerda yirik sanoat zonalari qatori kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ishlab chiqarish bilan bog'liq bir qator turlari rivojlangan. Tadbirkorlar murojaatlarining asosiy mazmunini bank kredit, soliq, qurilish, elektr energiyasi qarzdorligi va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va eksport qilish masalalari tashkil etadi. Muloqot davomida ham tadbirkorlar mazkur yo'nalishdagi savollar bilan mas'ullarga yuzlanishdi. Manzura Rahmatova unga nisbatan hisoblangan elektr qarzdorligi va hujjatlarning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi vaji bilan murojaat qildi. 2024-yil dekabr oyida elektrosetdagilar akt chiqaryapti. Mani xabarimsiz va u aktni menga xabar bermay birdaniga ichki ishlarga yo'naltirib sudga oshiryapti. Sababi o'sha nimamni ofisimni tepasida Chemodan tur yozuvi kechqurun yonadi. Unda kichkina svetodiodli lampochkalar o'rnatilgan. Reklama uchun qo'yilgan yozuv uchun quyosh panellari olib qo'yish imkoniyati yo'q menda. Men bunda akt noto'g'ri tuzilgan deb o'ylayman, chunki akt meni ishtirokimsiz tuzilgan. Yig'ilishda shu masalani so'radim. Muloqot davomida tadbirkorlarning evakuatsion mulk ijara huquqi, soliq qarzdorligi, kredit, tadbirkorlarga nisbatan imtiyozlarning qo'llanilishi bilan bog'liq 100 dan ortiq masalalar ko'rib chiqish uchun mas'ullar tomonidan nazoratga olindi.